Assalomu alaykum. Qanaqa giyohlaringiz bor? Har xil o'zimizning mesniy giyohlarimiz bor. Shirinmiya, yo'tallarga, shamollashga, bronxit, astma allergetikilarga, qalampirmunchoq, og'iz bo'shlig'i, stomatiklarga, mumiyo, singan chiqqan suyak kemirilishi, oyoq bel qaqshashlarga, qoraqand, qonni ko'paytirib, qonni suyultirib beruvchi narsa, safaron yurakka quvvat, ko'z zirinasiga, karkadiya choyi, qonni suyultirib beruvchi narsa. Efidrlamoyi, archaning mevasidan qaynatilgan narsa bo'ladi. Bronxit, astma allergetikilarga, ravoch tomiri, sahrga, sahr tushiruvchi narsa, yurakdagi tuzlarga, toshlarga siyib qo'yilgan bolachalarga, qora andis bolalar gijjasiga, suyak kemirilishga, oshqozon og'riqlariga, kurkuma bilan embrich organizm yoshartirish xususiyatiga ega, jigarlarni tozalab beruvchi narsa, chiya ozdiruvchi, shlaklardan tozalab beruvchi, qora sedana o'limdan boshqa ming bir dardga davo aka. Xilba ayollar jinsiy tomoniga sahr bo'lishini tushiruvchi, sahr bo'lsangiz oldini oluvchi narsa hisoblanadi. Qora andis bolalar gijjasiga, suyak kemirilishga, oshqozon og'riqlariga, dolchin tarisi, jigarlarni tozalab beruvchi, o't va o'dimlanishga, butun ichki organizmingizga tarisi eng zo'r giyoh hisoblanadi. Rastorovcha, tabiiy rastorovcha, o'zimizning mesniy rastorovchamiz. Jigardagi yog'larni eritib beruvchi, shlaklardan tozalab beruvchi narsaga. Xohlasangiz mana bunaqa fito choylarimiz bor, go'rniy choylarimiz. Asab, yurak, sahr, davleniya, bosh og'riq, immunitetlarga hammasi bittada jamlangan. Kardamon bor, yurakka quvvat bo'ladi. Birinchi o'rinda yuragiga eng zo'r giyoh hisoblanadi akajon. Maşallah. Mana bu tarafda qanaqalar bor? Bosh og'riqqa davleniyaga birinchisi kiyik o'ti, ikkinchisi asablaringizni tinchlantirib, uyquni yaxshilab, miya dam oldiradi. Keyingisi bismeflik, o't va o'dimlanishlarga, shiponik qonni ko'paytiradi. O'zimizning tog'da shiponiga. Hammasi mesni, ha? Hammasi mesniy, o'zimizning shu yerda tabiiy giyohlar. Kim zomiga keladigan bo'lsa, shu joyda shu opalardan olib, maşallah. Hojona tavsiya qilasizmi? Odamlar kelishini. Albatta tavsiya qilaman. Ajoyib joylar, ajoyib shifobaxsh narsalar bor ekan. Tabiiy, qarang. O'zimizning bu yerda shuncha tabiiy narsalar bor ekan. Hamma narsa Go'zal joylar. Mana bu qorin moyimi? qorin moyi. Toza sariyog' hisoblanadi bu.